Türkiye Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu Ankara'da ötküzgen 2022 yıllık hizmet xulası yığınida Türkiye Xitay münasebeti hakkında toxtulup Xitay devletinin Türkiye'deki bazı Uygurlarını qaytırıp berishini talep qılıvatqanlığını, Türkiye'nin hergiz bunu qılmaydiganlığını o'ttiriga qo'ydi. U mezkur muxbirlarni kutib olish yig'inida Türkiye bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatda Uyg'ur masalasi haqida tafsili to'xtalgan. 29 dekabr kuni Media Gazeta nomli tor gazetida e'lon qilingan bu haqdagi xabarda buningga tafsili o'rin berilgan. Mevlut Çavuşoğlu mundaq degan: Uyg'urlarga bo'lgan pozitsiyamiz tufayli Türkiye bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatda chekinish bo'lganligi to'g'ri. Xitoy bilan bo'lgan munosabatimizdagi bu astilash butunlay Xitoy tufayli o'ttiriga chiqqan ahvol. Xitoy bizning Uyg'ur masalasiga tutgan pozitsiyamizdan bearam bo'lyotidi. Bo'libmi xalqaro so'rinlarda Uyg'ur turklarining haq huquqini qo'g'dishimiz Xitoyni qattiq bearam qilyotidi. Çavuşoğlu muxbirlarni kutib olish yig'inida Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Uyg'urlar haqidagi doklati haqida to'xtalib mundaq degan: Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komitetining oliy komissari Michel Bachelet xonim Xitoyga borganda Beijingda bergan bayonoti bizni bearam qilgan edi. Lekin vazifasidan ayrilish oldida e'lon qilgan Uyg'urlar to'g'risidagi dokladida Uyg'urlarning haq va huquqining qandaq dafsandichilikka uchrayotganligi isbotlar bilan o'ttirg'a qo'yilgan. Albatta buningga inkos qaytarish majburiyatimiz bor. Biz xalqarada e'lon qilinayotgan Uyg'urlar to'g'risidagi insoniy qarorlarni qo'llaymiz. U yana Türkiye'nin Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib bermaganligini va hargizmi qaytarib bermaydiganligini ta'kidlab mundaq degan: Xitoy hukumatı Türkiye puhrasi ba'zi Uyg'urlarni qaytarib berishimizni davomli talab qilyotidi. Bizning bu Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berishimizning mumkinchiligi yo'q. Bizmi Uyg'urni qaytarib bermadik ve bermeyimiz. Uyghur meselesi bazılar tarafından ictimai taratqularda suistimal qılınıvatıdı. İctimai taratqularda davamlı qaldı. Hükümet Uyghur Türklerini Xitayga qaytırıp berivatıdı deb xabar tarqıtılıvatıdı. Bular mı bütünley yalgan? Bu bir insani mesele. Afsuski bunu bazılar suistimal qılıvatıdı. Qimmatli radio anlıqçılar, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılı 2 iyul Yaponya'daki 20 devlet guruhi ali rehberleri yığınıdan keyin Beijing'da ziyarette bolgan ve Xitay reisi Xi Jinping bilen görüşken. Uçuruşta Xi Jinping bir Türkiye heyetinin Uygur diyarıga berip tekşürüş elip berişini qabul qilgan edi. Türkiye Tashqi ishlar Ministerliği bu vekiller ömügünün berip qayerlarni ekskursiya qilib kimler bilen görüşüdüganlığı hakkında taleplerini tayyor qilib Xitoyga sungan bo'lsa-mu, Xitoydan javob kelmagan. Türkiye Tashqi ishlar Ministri Mevlut Çavuşoğlu 29 dekabr günü ötküzgen muxbirlarni kutib olish yig'inida bu haqda to'xtalgan. O Türkiye'nin Beijing'da turuşluq elçisinin mu Uyghur rayoniga berishiga Xitoy doiralarining ruxsat qilmayotganligini 5 yildan buyon Xitoydan xabar kutgan bo'lsa-mu, Türk heyetining Uyghur rayonini ekskursiya qilishi masalasida kelisholmayotganligini, Xitoyning ta'tir tashviqotiga material bo'lishni xohlamaydiganligini ta'kidlagan. Çavuşoğlu'nun bu sözleri haqida o'qituvchi partiya rahbarlari o'zlarining bahsini o'tirib qo'ydi. Ziyaretimizde qabul qilgan İyi Partiyasının Türkiye xalqlarga mas'ul muavin reisi Fahrettin Yoqush Efendi'nin qarashicha amaliyat Çavuşoğlu'nun aytgan so'zlariga butunlay uyg'un emasligini, balki uning bu bildirishinin bo'lg'usi saylamda ovoz elish uchun ekanligini ilgari surdi. U mundaq dedi: Anladığımız kadarıyla 2023 seçimleri yaklaştı. Bildiğiniz gibi Türkiye'de 2023 yılda Türkiye'de saylam var. Türk halkı Şarkı Türkistan meselesiga ko'ngil bo'ldi. Hükümet hazırga kadar bu meselege tazı ko'ngil bölmedi. Emdilikte hürmetlik minister burunqı severliklerini yoşuruşqa tirishvatıdı. Şarkı Türkistan meselesi Türkiye'de kun tertibga kelgan vaqtida biz Xitoyning zimin bütünlüğü hürmet qilamiz,
deb bayonot berdi. Sharqiy Turkistondagi ig'ir vaziyatni ko'rmasga soldi. Xitoy bilan bo'lgan munosabatini taraqqiy qildirishga tirishdi. Aslida jazo lagerlari qurilgandan buyanqi 5 yil ichida Turkiya hukumati Xitoyga tuzuk inkos qaytarmagan edi. Men bugungi kunga kelganda Turkiya tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu'nun Uyg'ur turklari to'g'risida bularni deyishi butunlay yiqilishayotgan saylamda Türk xalqining ovozini elishdan iborat deb o'ylayman. Kelajak partiyasining muavin raisi Selçuk Özdağ Efendi, Türkiye Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu'nun Uyg'urlar to'g'risidagi so'zlari haqida ko'z qarashini biz bilan o'rtoqlashib mundaq dedi. Ve Çin'e karşı da bugünkü hükümet direnememektedir. Neden? Çünkü ekonomik kriz yaşamaktadır. Çin'den para bulmaya çalışmaktadır. Türkiye hükümeti hazırga kadar Uygurlar to'g'risida aktif pozitsiya bildirmagan edi. Nima uchun deseniz, iqtisodiy kriz ichida edi. Xitoydan töven o'sim bilan qarz olish, Xitoyning mablag' selishini kutgachga Uyg'ur masalasida Xitoyga qarshi kuchlik inkos qaytarmagan edi. Tashqi ishlar ministrining bugungi kunga kelganda bundaq bayonot berishi Xitoyning kutganlarining amalga oshmaganligi va Turkiyada saylamning yiqilishib qolganligidan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nin dotsenti Türkiye-Xitoy munosabatlari haqida analiz elib berib kelavatgan mutaxassis doktor Erkin Ekrem Efendi, Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu'nun Uyg'urlar to'g'risidagi bayonotining sababining Türkiye 2015 yıldan tatip Xitoy bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirish strategiyasini yurgizib, Xitoyning ko'p va'dalarini anglaganligini, bular amalga oshmaganligi uchun bu vaziyatga duch kelishdan kelib chiqqanligini ilgari surdi. Turkiyaningki kutgan misolga mablag' selishi bu texnologiyaningki Xitoydan ekilishi degandek bu manfaatlar kamidi. Undan boshqa bu Turkiya Xitoy raisi Xi Jinpingni necha qatim Turkiyaga da'vat qildi. Turkiyani ziyorat qilgani yo'q Xi Jinping. Hatto Turkiyaning atrofini hamma davlatlarni ziyorat qismi Turkiyaga kelmaganda bu ahvol Turkiyani bir norozilik bir ahvolga ishtirib qo'ygandek turdi. Undan boshqa bu Uyg'ur masalasidan tupayli ham xalqarodan ham dinda ham soyda bizlar qarindosh tursan nemishga qarmaysizlar deydigan bisimi bor. Turkiyaningki jamiyat ichidimi, jamoat fikrladimi mushundaq bisim bor. Undan boshqa Sharq Turkiston tashkilotlarininki hukumatga bo'lgan bisim bor. Shuni hukumat arlab shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bo'lsin, Islom hamkorlik tashkilotining yig'inida bo'lsin, Uyg'ur masalasini tilga olgan. Ammo qanday qilamiz Xitoy bilan qanday so'zlashib hal qilamiz degan masalada bak tilga olgani yo'q. Shu bu necha yildan beri Xitoy bilan sho'xunib keldi, ammo bir natija olamaganligidan hozir shu Uyg'ur masalasini qo'qmay ifoda qilib Xitoyni ancha-muncha tanqid qilishi balki shu sabablardan deb o'ylayman. Doktor Erkin Ekrem Efendi, oldimizdagi yillardami Turkiya bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatning degandek yaxshi bo'lib ketmaydiganligini bildirdi. Oldimizdagi yilda Turkiya Xitoy munosabati kutgandek yoki orzu etgandek bir munosabat bo'ladi deyish biroz qiyindek turdi. Xitoyning beshida nurg'un masalalar bor. Shuningga bu cho'ng davlatlar bilan bo'lgan munosabatni qanday hal qilishni chiqaroq o'ylashidi deb o'ylayman. Garchi bu Yeni İpek yo'li strategiyasida Turkiya muhim bir o'rinda bo'lsa, mana shu 2015 dan bugungacha tuzukroq Turkiyaga mablag' selib, Turkiyaning asos qurilishlarga mablag' solgan ahvol yo'q. Ba'zi portlarni kiroga ilib qilishidan boshqa. Shuningga bu oldimizdagi yillarda biroz qiyin ko'rinyapti. 2017 yıldan bugünküçe Türkiye prezidenti 3 qatim, Tashqi ishlar ministri 5 qatim, Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi 3 qatim, Hakimiyet beşideki Adalet ve Terakkiyat Partisi bayonotchisi 5 qatim bayonot berib, Uyg'urlarning hozirgi ig'ir vaziyatini o'ttirg'a qo'ygan bo'lsa-mu, o'qituvchi partiyalar buning bekle yetersiz ekanligini ilgari surishmoqda. Bu programmani Turkiyaning poytaxti Anqaradan Erkin Tarım tayyorladi.